Şarkı Türkistan halkı uzun zamandan beri özünün azatlık küreşleri için Yaponiya halkını özünün yakın dostu de bilip geldi. 東トルキスタンの民は長い歴史の間で日本の皆様をご自分の友人だと思っています。1933 yılı 12. noyabrda jakalangan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Yaponiyaga vakillerini yaratib, Yaponiya halkı bilan münasibet qilishga tirishgan bo'lsa-mu, yo'lda Xitoylarning tutqunligiga tushib kelib, baxtga qarshi bu tunji munosabatimiz ana shunday fojia bilan oyoqlashgan. 1933年11月12日に設立された東トルキスタン政府は日本に使者団を実は送っているんですね。しかしながらこの使者団は途中でその時の中国政府に捕まってこの試みは実現しなかったのです。 Biz ana shu hukumatning irodasiga, orzusiga, siyosiy g'oyasiga varislik qiladigan hukumat bo'lish sifatida ajdodlarimizning shu qilolmagan ishlarini davom qilish uchun bu hukumatni qurdik va Yaponiya xalqi bilan yaqin munosabat o'rnatish uchun bu yerda bir qatimliq umumiy yig'inimizni ochdik. 私たち今は亡命政府として存続しているんですけれども、東トルキスタンの民の独立する強い意志を継いでいます。だからこそこの私たちの祖先ができなかったことをもう一回実現しようと思いまして、日本で会議を開きました。 Bu hükümet Xitoy mustamlikasining bir necha 10 yildan keyin muhojiratda yo'qlikdan borliqqa keldi. Biz yangi bo'lganligimiz uchun ojiz bo'lishimiz mumkin, kichik bo'lishimiz mumkin, bizni boshqalar tonimasligi mumkin. Ammo ishonamizki, Yaponiya xalqi bizga cho'qim qiziqadi. Haqqoniyatni suyadigan dunyodagi barliq xalq cho'qim bizga Yesudaşlık qiladi, bizni qo'llaydi deb ishonamiz. 東トルキスタン亡命政府は独立を主張する政府なんです。東トルキスタン亡命政府は今はとても力がなくて弱いですが、しかしながらこれからずっと存続します。私たちは侵略された土地に対して正義を持つ世界の人々が、そして日本の人々が私たちに対して興味を持ってくれると信じております。Xitoylar Koreya so'qashda Amerika bilan tenglasholmay, Amerika biz atom bomba ishlatamiz degan ekan, atom bombani yasashga boshladi. コリア戦争が終わって中国政府が核を作り始めました。 Bu Xitoy shu chog'da yangi Koreya so'qashdan chiqqan ve mandinadaki BDP'deki sanction takdir etti. その時は中国はまだ戦争を終えたばかりだったんです。 Bu Xitoyniki ma'lumotida 1958 yılda 1961 yıl uçurup 3 yıl afet gelgan. Shu chog'da ocharchilik bo'lib 40 necha million odamlar o'lib ketdi. この1958年から61年までのこの間に中国では大飢餓が起きて食べ物がなくてたくさんの人々が死んでしまったんです。 Xitoy
Xitoy hukumati buni shu nimadan havo rayoniga asklardan kelib chiqqan deydi. San'atlardan haydab deydi. この人々が食べ物がなくて死んだこのことを、なぜ食べ物がなかったかっていうことを中国政府はその時の3年間の天候が非常に悪かったためって未だに説明しています。 Ama Yaponiyadagi va bu Sovetdagi dunyodagi shu nima havo rayonidagi nimasiga rekord deydi. Jilusiga qarasak bu vaqtda bunaqa yomon havo rayoni bo'lmagan, normal bo'lgan. しかし日本とまたヨーロッパ各国のこの時の気象データを見ると、この時はそういう悪い天候では全くなかったんですね。 Demek Komünist Parti yolg'on so'zlaydi. 中国共産党は嘘をついています。 Hamda bu Xitoylar o'zimi bir aniq bir narsani gapiramaydi. Nima uchun ocharchilik bo'lganligini. 中国政府も中国人もこの時なぜ食べ物がなくてあれだけたくさんの人々が死んだかっていうのを何も説明できてないんです。 Va Xitoydagi o'ziniki materialda Xitoylar shu nuclear industry Xabungyanni qurish uchun qarshilgan puli shu pulga yana ikki Koreya sotish appag'idagi pulni qarshilgan. 中国政府自分が出したある資料によると、この時核のためにまた2回コリア戦争をやるほどのお金を中国政府はこの時期使ってしまったんですね。 Shu chog'da bu Xitoyning ekonomiyasi buzilib ketgan. Bu shunchaligicha pulni nereden topgandi? これで中国のその経済的な基盤が壊れてしまったんです。しかしながらこれだけのたくさんのお金を中国はどこで見つけたんだろう。 Bence çünkü bu Xitoyning birinchi atom bombasi 1964 yili 7 ayning 15 portlagan. Bular çünkü atom bomba yasash uchun nurg'un pul to'plab, shu pulni Xitoylar o'ziniki puhralining og'zidan iqtisod qilib chiqqan pul deb o'ylayman. 1964年7月に中国側の第1回目の核爆発実験が行われます。そのちょっと前のこの人々が食べ物がなくて死ぬことが起きましたので、中国政府はその核を実験するためのお金をここから出したんじゃないかと私は思っています。要するに人々の食べ物をお金にして核実験をやったんじゃないかって思っています。 Xitoydagi atom bombasini Xitoydagi ocharchilikda o'lib ketgan 40 necha million odamga bevosita emas, ammo sababchi bo'lgan. Sabab bo'lgan. この時に亡くなったたくさんの人々にこの中国の核実験が直接影響しなくても間接的に影響したってことは言えるんではないかと思っています。イスラム過激派がいて今非常にテロとかやってます。もちろん全く関係ないと思いますが、例えば今やはりテロに対する警戒とかね、あると思うんですね。それでこの運動自体独立運動というと、極端になると武装闘争とかですね、そういうのも考えられるんで、そういったことは考えてはいない、民主的にやっていこうと思っていると思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。Hozir islom qarshilik harakatlari terror deyilib ketadi. Sizlar islom davlatlari endi sizlar mustaqillik qilamiz deysizlar. Buni endi demokratik holda yetkilib bo'ladigan ish emas. Shu qanday qilishni o'ylaysizlar? Masalan, qurolli holda qarshilik ko'rsatishni o'ylayapsizlar. Shuningdek terrorlik haqida ozroq so'zlab bergan bo'lsam. 私は大統領としてお答えさせていただきます。日
Biz Müslüman halkı oluş sütümüz bilen elbette İslam kıymet karşıları bizim kıymet karşılarımız saptan kalır. 私たちはムスリムだからイスラムのその価値観に共感する部分が大いにあります。 Bizning muqaddas kitobimiz bo'lgan Qur'ondami zaminimiz boshqalarning tajovuzga uchraganda o'z zaminimizni qo'g'dashdan iborat bu haqni Qur'ondami bizga ato qilgan ilohiy haq. 私たちの聖書であるコロアンにおきましても、その自分たちのふるさと、自分たちの土地が占領されて侵略されてしまった時に武装手段でそれを取り返すべきってことは許されています。義務されています。 Uyghur halkı tinchparvar xalq. ウイグル人は平和を愛する人々です。 Xitoy işgaliyetçi hakimiyeti Şarkı Türkistan meselesini özünün Şarkı Türkistan'daki işgaliyetini itiraf kılmaydı. 中国政府は中国政府のウイグルを東トルキスタンを侵略した植民地したこの歴史的な事実を全く承認してないんです。 Şuna Xitoy bilen hazırki bu vaziyette siyasi yol bilen iş hal qilish mumkin emas. 中国政府がこのような態度を取り続ける限りに、私たちは中国政府と政治的に民主的にこの問題を解決できないだろう。 Şuna Xitoy işgaliyetçi hakimiyeti mo Şarkı Türkistan halkıga qoral kuch işletish orqali muomala qiladi. Şuna Xitoy tajovuzchi kuchlarimi siyosiy yo'l bilan hal qilishni xohlamaganligi uchun Sharqi Turkiston xalqiga kuch ishlatib bostirdi. 中国政府こそが私たちを政治的ではなくて武力でよって武装でよって統治しています。 Şuna Sharqi Turkiston xalqimi Xitoyning bu davlat terrorizmi shaklini olgan bostirishlarga yanada qarshilik ko'rsatish harakatlarini elib bordi. 東トルキスタンの民も私たちも中国政府のこの侵略的な武装的な行為によって抗議して武装でもって答える必要があると私は考えています。 Muşu qarşılıq ko'rsatish harakatlarini Sharqi Turkistondagi Xitoy xalqaro jamiyatga bu terrorizm islom xalqlarining Sharqi Turkiston islom xalqining terrorizmi deb propaganda qiladi. この中国政府の侵略においての抗議運動を中国政府は東トルキスタンのおけるイスラム運動のテロとして認知させています。 Bizning Sharqi Turkiston tuproqlari ustida Xitoy tajovuzchi kuchlariga qarshi har qanday usulda qarshilik ko'rsatish haqqimiz, huquqimiz bor. 私たちは東トルキスタンの領地内において中国政府の侵略に対して武装でもって抗議する義務も権利もあります。 Elbette Sharqi Turkiston tuproqlari sirtida elib berilgan har qanday terrorizm, har qanday harakatlar bilan bizning hech qanday munosabatimiz yo'q. 東トルキスタンの領海、要するに外国におけるいかなるテロ、イスラム運動と私たち東トルキスタン亡命政府はいかなる関係もございません。 Hükümetimiz başka hükümetlerge o'xshash, xalqaro jamiyatning boshqa a'zolariga o'xshash terrorizmga qarshi turdi. 私たちもテロを許せないと思っています。 Lekin xalqaroning Xitoyning siyosat, Xitoyning propagandasiga ishinib, Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan milliy qarshilik ko'rsatish harakatlarini terrorizm deb sabsatishga ishonmasligini umid qilamiz. しかしながら私たち亡命政府は国際社会に東トルキスタンの領内で行われている抗議運動をテロとしてプロパガンダとして利用している中国政府の見方を賛成しないように見抜くように呼びかけます。ありがとうございます。